Ambulatoriyaga admin qilgim keladi. Plus. Komil karam eshitdim deyotdi-da, boshqa narsa eshitdimikin? Men mahallaga qaraychi. Mana bugun biz mahallani obod qilish maqsadida, yovvoyi bo'lsa ham o'sha og'irlantiruvchi o'tlarni yoqib tashlayapmiz. Bu birinchi o'rinda mahallani obod qiladi. Giyohvandlik asr vabosi, giyohvandlikni biz oldin yo'qotmani uni kuldirib yuboryapti bu yerda. Odam o'zi ham kulaveradi. Mana 1 kilo olma tort nevaralarga. Xo'p bo'ladi, rais va? Yasdan tortib beraman. Xo'p bo'ladi, 1 kilo deb o'tsa? Ha. Jijo ko'payib ketibdi-da. Yana ko'payib ketdi. Qani ro'na 1 kilo bu? Ho'kaz, buni olmayni kim yeydi, mana olmayni. Mahallada boshqa darbiyatlarni yo'q qilish kerak. Tushunmadim, kim bu darmiyat debsan? Hey! Давай, ishtiqil. Ya, indirishit, astoydil. Rais boy, assalomu alaykum. O'g'lim Rossiyadan pul tashlagan ekan. Shuni bankka ketyapman yechgani. O'g'ling zamon bilan anapas bo'ladimi, yo'qmi? U kallasini ishlatadimi? Milliy Pay degan ilova bor. App Store bilan Play Marketda shunday tortib olsa, Rossiyadan turib dunyoni любой davlatiga pul o'tkazmalarni amalga oshirsa bo'ladi. Ho'kiz. O'zbekistonga Uzcard, Humo, Visa kartalariga naqd pul tashlasa bo'ladi. O'g'ling Rossiyadan turib uydagi kommunalkalar to'lab qo'ysa ham bo'laveradi. Hozir ularda zo'r konkurs ketyapti. 15 ta A17 telefonni o'g'ling yutib olishi mumkin. O'g'lingga ayt Milliy Pay tortib olsin. Bo'ldi, hozir aytaman. Ayt. Qovun keldi, qovun. Ya'ni qovun sotadigan nima tirjayapti? Qo'yag'lar hali tutunda hali ham o'chirmadimi deyman-da. O'chir! Buzilgan aladanni ko'ramiz. To'p o'tdi Messiga va joyda Messi hal qiladimi? Albatta hal qiladi. Shu payt ham xis edim, Daho, ha. Volet ham yerda ammasinikida joylashganda posh. Horbi, salomat bo'ling. Qaytaman ketdi. Mahmudov? Mahmudov, yaxshimisan? Domla, keling. Assalomu alaykum ustoz. Mahmudov, bugun qorovulagansan. Bitta o'zing qo'rqmayin deb sherigiga keldim. Mo'nishaptir. Hojatga o'tib kelay. Bo'pti. Vo'jora. Juda yaxshimisan? Nodir ustoz bugun o'tib qolibdilar. Ertalab ta'ziyaga o'tib kelamiz. Domla, men bilan, Hozir hazil deb aytaman. Bo'pti, boshqalarga telefon qilishim kerak. Mahmudov, kim bilan gaplashyapsan? Endi xafa bo'lmaysan, Mahmudov darsda bolalarga baqirib o'rganib qolibman. Chiq o'tiraman demaysan, chiq. Senga nimadir olib keldim. Ha, raya suvi, har xil ta'mlari bor. Senga yoqadi deb qovun ta'mlisini oldim. Anjandan chiqadi. Domla, men ham anjandan chiqqanman. Lekin ertaga peshinga chiqmasam bo'ldi-da, domla. Hashalarim rosa ko'p ekan, oyog'imni mamatala qilib tashadi. Ustoz oyog'ingiz tuyog'mi? Qanaqa tuyoq? Jundor odamman, bilasan. Men hojatga chiqib kelay. Qo'yaq, ay ketyapsan. Yaxshi ham tushib ekan. Qo'yag'im chiqib qoldi. Shu zormanda o'lgurdi, qaytib ichsam, it o'le. Mahmudov, u orqangga shuni hozir maza qilib ichardi-ku. Onangni emgir. Tog'a katta bolamani o'zim cho'milaman. Katta bo'lganingda tog'am cho'miltirgan deb maqtanib yurasan. Davay. Tish qimillasa sira sug'urib tashlash kerak. Qale. Tog'a boshqasini olib qo'ydingiz-ku. Erkak kishi bashar bo'lib katta bo'ladi. Turkiyatga aylantirib kelaman. Tog'a, plyajga borayim demaysiz. Haligi salqi ichimlik bo'ladi-yu, turbuchkasi, zontikchasi bor. O'shanaqa mahitolar ichib, zangar olib yotishga nima yetsin, ha? Plyajga bormoqchimisan? Ha? Hozir zo'r plyajga boraman. Yur. Tog'a, bu plyaj emas-ku, asfaltga olib chiqib qo'ydingiz. Ajiyam plyajda ham shunaqa issiq bo'ladi-da. Qara, mana mevali suvlardan qilib qo'yganman, turbuchkalar, zontikchalari bilan. Sen to'ygin deb bir paqir qilib tayyorlab berdim. Tayyorlan. To'lqin kelyapti. Ha, to'lqin. Tog'a, qayerga keldik? Jiyan, biz avlodda o'qigan odam chiqmagan. Sen o'qi, Turkiy davlatlar xalqaro universitetiga keldik. Bu prezident qarori bilan ochilgan universitet. Sen o'qi, jiyan. Va jiyan, yo'nalishlarni aytmaysanmi? Davolash ishi, kompyuter injeneri, qishloq xo'jaligi, neft va gaz, undan tashqari 10 dan oshiq yo'nalishlari bor. Agar DTMda 60 balldan yuqori ball olgan bo'lsang, imtihonlarsiz universitetga qabul qilinasan. Yo'q. Ha,
Ey jiyan, bu yerda bitirsang ikkita diplomga ega bo'lasan. Bittasi Turkiyaniki, bittasi O'zbekistonniki. Bu diplom любой davlatga o'tadi. Zo'r aka, o'qiyman. Malades. Jiyan tiriq, semirishing kerak-da. Mana qara, cho'p bo'lib qolgansan. Assalomu alaykum. Ey, jiyan bilan urushasanmi? Do'st. Urushasanmi? Yo'q. Urushasan, jiyan tog'ingga suyan. Davay, bos. Davay, jiyan, davay. Voy, jiyan. Jiyan. O jiyan menman. Va jiyan az cho'mitirgan paytimga qaytib qolganda buyuklarni o'ldirardim. Ota-ona mana 80 yoshingizda farzandli bo'libsiz-a? Albatta ismini ham 80 voy qo'yganman. O'limga atab, jo'ralariga atab mana shu to'yiga Amazon o'rmonlaridan King Kongni chaqirganman. Demak, davramiz markaziga King Kongni taklif etamiz. Kulras qarsaginglar. 48 gradus issiqda atalan chiqib qolmasa bo'ldi. Bu hali hammasi emas, to'y bolamizning otasida yana sovg'alari bor ekan. O'limi jo'ralariga oyishidan popi pop olib keldi. Popi pop rostdan zo'r ekan-a? Mazaligini qara, 7 yoshdan 70 yoshgacha ketaveradi. Alo. Ali aka, boyvachchoqdan suvchilik keldi. Tezroq harakat qilmasangiz uydagilar rozilik berib yuborishadi. Hozir yetib boraman. Ano maymun qayerga ketdi? Pulini ham bermodim. Ha, bo'pti, yuringlar popi yeymiz. Kinoni ham oshirib yuboradi-da. Maymun ot minib olgan. Qizingizni o'zingiz katta qilgan ekansiz. Chaqirsangiz bir ko'rsam. Ha, mayli. Qizim, choy olib kel. Xullas shu maymuni yaxshi ko'rasanmi? Maymun emas, ichidagi bolani. Ey, kiyimidan bilding nima ish qilishini. Ammo aptiri ko'rsang bo'ladimi buni? Chiqaraman bolamni. Mana onun ichida 50 gradusli issiqqa chidayman, lekin mana ukang orqadagi havo beradigan demaxotga gaz berib yotibdi. No'xat yedingmi? Tur yo'qol qo'yadi. Assalomu alaykum aka, keling. Aka, qizimga uzi yomoqchi edim. Xo'p, barmoqlar razmerini bilasizmi? Xo'p, razmeri. Nima qilyapsiz? Nega yer qilyapti? Ha, olganman, taxminan mana shunchada. Buni ko'ringchi to'g'ri keladi. Bo'ldi aka, shuni olaman. Uka, mana o'zingni shirinlikni ichiga solib olib borasan, surpriz qilmoqchiman. Qizingizga rahmat. Bo'ldi, keyin qilaman. Tezlash. Qaraganda shu o'lgiram. Kir, hojatga ham sensiz kira olma. Birinchi sen kirib olishing kerak. Kir, sen bilan kiraman. Qulpinisi yaxshi o'tiribsanmi? Hech ham o'tkazmagin. O'tirib yeyish orzu menga doim xalaqit berasan. Otog'ot ishlaymi? To'g'risini aytsam, buni tirjayma o'lgiram, tinmasdan yashashimga xalaqit qilib kelyapti-da. Ochig'ini aytganda gemoroyi bor. Uyaltirmasang endi Qudrat. Ya otog'on qiynalib yurmang, men sizga bitta dori aytaman, takpay bilan qirilib ketadi. Fulbodiya 600. Ta-ta-ra-ta-ta-ta. Voydod, rahmat o'g'lim. 50 yillik og'rig'imni bir deganda big'illatib qo'ydi-ya. Joni sog' bo'lsin ota. Buyurtmaylar tayyor. Rahmat. Bugun senga zo'r surpriz bo'ladi. Shirinlikni yaxshi ko'raman-da. Ko'zingga olaymi o'lgur, moshillab yevording-a molga o'sha. Zo'r ekan-a? U nima bir tiqilmadimi yeyotganingda? Tur ketdi. Xatga? Sen ranging jicha g'alati bo'layapti-da, borib analiz topshiramiz. Tur. Nima qilay? Shirinlik yaxshi. Oldimga tish, mol. Ma'rifjon shirinlik qichig'i siz uchun maxsus. Bilsangiz bilarsiz, sizni yaxshi ko'raman do'stim. Oling. Müzik bering menga. To'g'risi
bersin, sinf doshlarga nima deyman? Xotinimga nima deyman? Nima do'sti? Gemora tuzalgandan keyin berdingmi? Kelma, hech kim Aka toza tabiatsal olasizmi? Yo'q, kerak emas. Aka ariyani to'zitib o'zim olib kelyapman. Qarang chaqib tashadi. Yo'q, kerak emas. Ona arisi ham bor ichida. Oy, ona arini qidirib kelishdi. Yangilikni qara. Xonsaroyning muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 15% ni to'lab, uy xarid qilishingiz mumkin ekan. Zo'r ekan u. Bolangizga hunar ham o'rgatay demaysiz. Qachon bu sportga boring? Dada, Ana, daydingiz keldi. dada daftarim tugagan ekan, mashinangizda dars qildim. Dada, mana kapoti bilan mana o taraflarda matematikadan dars qildim. Mana bu tarafida odam va uning salomatligidan dars qildim. Ertaga mashinangizni berib tursangiz, ustozimga uy vazifani ko'rsatardim. Qo'yag'i, signal berma. Odam bo'lib keldik, odam bo'laylik. Sen odam bo'lmaysan. Joningga tegdi. Nima qilding mashinani? Yur oldimga tush. Sportga beraman seni. Bolangiz hozir oyog'ini sindirib qo'yadi. Dada, raqib tayog'ini balovoy tortib sindirdim, lekin nimagadir meni oyog'im og'riyapti. Nima qilyapsiz? Ha, basharani tozalab bering dedingiz. Bu basharani qaynatish kerak. Qo'lingizni torting, qo'pol. Uka, mijozlarga qo'pollik qilyapsan, ishdan bo'shading. Pashole. Menga umuman vaqt ajratmaysiz. Qachon qarasa kompyuterxonada yurasiz. Bir haftada bir marta ko'rishamiz. Jonimga tegib ketdi. Seni jag'ing tinami? Jag qilaverasan. Botoks qilib qo'yaman lavingni. Namuncha qo'polsiz? Boring, yo'qoling. Ukalarim mashtaringizni tushirganingni pullaringni beraman. Namuncha qo'polsan, ishlamayman sen bilan. Uka, sen chelevik pavukka o'xshab sakraysan hozir. Ishlar, mana ko'ringlar. Bitta sakrab ber. Ey, yosh bolalar bilan nima qo'pol hazil qilyapsan? Ma'mur aka, bolalar bilan hazillashib o'ynayapsiz. O'z qayerga ketyapsiz? Ha, bu mashinaga yangi balon ko'rib kelay deb ketyapman-da. Ma'mur aka, mana barshinalardan ishlating, jahon standartlariga ham javob bera oladi. Yamalarni ko'rmaganday o'tib ketadi. Dadaman bitta balon qo'ydirgan ekan, bir oyga qolmay lisi bo'lib ketibdi. Barsdan olib kelyapman meni. Ha, bo'pti, barsdan olaman bo'lmasa. Nahmat aka, assalomu alaykum. Olmangizdan bitta bering. Yo'q, tiqilib qo'ydi. Nahmat aka, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Unaymi? Nima qiling? Nima turing? Nahmat aka o'pga chiqib ketdimi? Qo'rqma. Yakshanba kuni damalay deganingda mana ko'zing yo'layimni o'ldirib uyda yig'ishtirish kerak-da. Oyog'im to'lib ketdi. Jitta jippa qilib turgan. Aya, narkoxonaga chiqib tursak bo'lmaydimi? Narga uyib olinar ekan, maqrusin keyin kirasanlar. Hatiyab yakshanba kuni damalaylik. Voy, jitta damalab olay, ertadan sug'ur kuni boshlanadi. Kimi adam telefoniga hozir nimadir topasizda, keyin ajrashaman deysiz. Maqsad ajrashishmi? Dadasi turing bozorda qilib kelamiz. Ha, ming'illamay yo'layasiga o'xshab jag'i tinmaydi buni. Nima dedingiz? Yo'q, madam Fufu, siz nima deysiz shu? Yakshanbada ham damalami o'zim. Aka, qo'y yog'idan oling, qo'y yog'idan. O'z qo'y yog'im chiqib turibdi. Tezroq yuring dadasi. Aka, sizlarga jalba tushibdimi? Qanaqa jalba? Ha, xotiningiz har 2 soatda pirzoz qilar ekan, ovozga chidolmay qo'shnilar jalba qilibdi-yu. Yo'q, jalba tushgan yo'q. Jalba qilgan? Jalba yo'q. Jalba qilgan. Jalba yo'q. Yo'q jalba tushmagan. Xonsaroyda uy olib chiqib ketamanmi deyman-da, shu ovozi ham eshitilmaydi. O'ta mustahkam. Nima tozalikka qarash yomonmi dadasi? Apchi!
Odamni sharmanda qilding. Ming marta aytganman ko'p bo'yanma deb. Ha dadasi, shunchaki aks turdim xolos. Hayvon, yana tishingni yuvmasang, mashlab oqartirib qo'yaman yana. Bunday-chi? Ana krasavchi bo'lding. Akin qaytada haydab yuribdi. Haydarlarga beraman-da. Sarrepdan ketasan-da. Ey, kamina g'alaba qozonadi. Tomosha qil derazadan. Quyosh qilar jiz-jiz. Dadan keldi, qiz. O'g'iltoy yarim kechasi qo'y yog'iga yuribsizmi? Otaxon chumdigan narsangiz yallashmang, bu yerda rep battle bo'tdi. Repmi? Qahmanda o'qilaman, qarab tur. Rep aytaman, eshit hayotda dog'i, eshitganlarni gullaydi bog'i. Sen yurgan yoshlik chog'i, Eminemni men ko'targanman qo'y yog'i. Ko'z tegmasin o'zimga. Round hida. Yomg'ildi otaxon. Papa to'yordingiz lekin, sizni buyu kelajak kutyapti. Uyga borgan seni katta narsa kutyapti, hayvon, maypay plos. Cheriyni mashinalari zo'rda o'g'lim, yig'ib qo'ygan pulim bor. Bitta mashina olib chiqay, sen mana shu o'tirib tur. Davay pa. Mashinani qara, asalligini. Assalomu alaykum, nima xizmat? Qizimcha yig'ib qo'ygan pulim bor, ikkita shunga mashinani mo'shnilardan ko'rsatib yuboring. Xo'p bo'ladi. Bu avtomobilimiz Tiggo 2 Pro avtomobili. Kichik ekan, seni. Va bu Cherry'ni qanaqa modeli? Bunisi Tiggo 7 Pro. Hozirgi ko'rgan ikkala avtomobilingizni ham boshlang'ich 25% dan to'lab, qolganini 5 yilgacha bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Rostdan boshlang'ich 25% dan to'lasam bo'ldimi? Yuring olaman seni. Qizi vodiyda filiallar borligini umuman bilmagan ekanman. Albatta, Andijonda ham, Farg'onada ham, Namanganda ham Cherry'ni filiallari bor. Ha, vodiyliklarga maza bo'pti-da. Bo'ldi, rasmiylashtiramizmi unda? Bo'ldi, qizim, mana yig'ib qo'ygan pullarim bor. Cherry lady. Dada mashinangizni pulini prodyuserimga tikib yubordim, uzr. Qizim, ambulatoriyaga admin bo'ladigan odam bor ekanda, ertaga keling mana. Olmaz, mashina olaman o'yla, qanaqa mashina olding? Gibrid. Gaz bersang ham yuraveradi, ovqat bersang ham yuraveradi. Stressga chiqma. Gay, sen ketgan. Mashina olib minib yuraman deyapti-da. Pap, yangi stilimga nima deysiz? Irayni hammasi deyman, ko'tarishdomdi, hayvon. Biz bir kam 70-yillar dachaga yo'lga chiqdik. 69-yilmiz-ku? Bir kam 70 deyover, ketdik. Otaxonlar mana dacha, faqat qiz-piz olib kelmaysizlar. Nimamizga hisob kelamiz? Qudandali odam bo'lsak. Nimadir deng, quda? Indamay, xo'p deb qo'yavering, quda. Onangni ham yurganmi issiq ekan-ey? Ha, o'zi savuni issiq bo'ladi-da. Indir. Suvsi. Mazzayu. To'g'risini ayt, qaysi birini chiqarding? Emas. Bunaqa ob-havo qishloqda ham bor-ku. Massaj chaqiring dachaga. Chakras qo'y yog'lar surtib, relax. Allo, massajmi? Hozir massaj chiqib keladi, atir-patir seyfni olishga. Atikolon zo'rini sepganmiz. Sizlarni massaj chaqirgan? Jidcha g'alati emasmi? Otaxon, birinchi sizdan boshlaymiz. Otaxon, men tuxum bilan massaj qilaman. Tuxum deydimi? Aniq massaj chaqirdikmi? Otaxon, tayyor bo'lsangiz boshladik-a. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Wow, qanaqa atir sepasiz? Rosa shirin ekan. Qanaqa atir? Shunaqa tayinlayman. Kattalar yoshli ko'rishsin, bir-birini bilishsin deyishuvdi. Shunga dadam ham keluvdilar ko'rishgan. Yaxshimisiz? Avoshlaringiz bilan kelmas, narda o'ynab o'tirardik. Nimani hidi kelyapti? Qo'lingizni ko'taring-chi. Qo'ltiq ham qo'ltiq sho'ri bo'lib qopti-yu, kolonka bas beryapti. U bu narsa sepib chiqadi uchrashuvga. Yuringlar endi kelishga kelibsizlar. Sal bezbezroq ekan qizim. Shunga dadam ham biz bilan uchrashuvga chiquvdilar. Xijolat bo'lmayapsizmi? Ketdi unda aylanamiz. Jiddiy uyalchan ekan-a, dada? Jiddiy emas, ancha. Shu dadam bekor chiqdimmi deyman-da. Tayyormisiz, qaynota? Namgarchilik bo'lmadimi, dada? Sela pasta bo'lib ketdi. Antoshka, pойдем копать картошку.
Bo'ldi, janim jon ekansiz o'zi ham. Bo'lmasa detskiga chiqdik. Hozir qo'limni tiqaman. Ha, yesanglarchi, endi qaytiravermasdan. Sizni bir restoranga olib kirasiz deb o'ylovdik-da. Qanaqa restoran? Qizingiz bilan uchrashuvga o'zingiz mochilab chiqib oldingiz. Bo'pti, menga qarang, mashinangiz bormi o'zi? Mana bor, mana. Bu quyoshda saqlaydigan bor. Olaman mashina. Nima mashinam bo'lsa nima bo'pti? Siz shopringiz bo'lamanmi? Siz olib yuramanmi? Baxtimizga nima aloqasi bor mashinani? Bezbetli ham evi bilan-da. Bo'ldi, senga beradigan qizim yo'q. Tur ketdik. Mashinani ham dami qo'yib yuboribdi qizim. Endi nima qilamiz, dada? Ey, mashinalardan o'rnating. O'zimizniki bo'lsa ham jahon standartlariga javob bera oladi. Yamalarda ko'rmaganday o'tib ketadi. Sizning mashinangizda dami chiqdimi? Menga qizingizni bermasangiz, hayotingizni ham dami chiqib ketadi.